12 savol. Raqamlarda berilgan javoblarni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini belgilang debdi. SO2 ning yonish reaksiyasi SO3 hosil bo'ladi. Minus delta H degani Q plus degani, ya'ni issiqlik chiqadi. Muvozanat turgan reaksiyani 10 ga siljitish uchun qanday amallarni bajarish kerak debdi. 4 ta amal yozibdi. Demak, reaksiyani yozib olamiz. SO2 ga kislorod qo'shib kelib chiqadi SO3. Tenglashtirib olamiz reaksiyani. 2 koeffitsient, 1 koeffitsient, 2 koeffitsient qo'ysa reaksiya teng. Shu reaksiyani 10 ga siljitish kerak ekan. 10 tarafga siljitish uchun yoki SO3 ni ko'paytirish uchun yoki SO3 ning unumini oshirish uchun ham deb yozadi ba'zida. Va mana bu yerda minus delta H ekan. Minus delta H degani Q plusda degani, plus Q degani. Issiqlik chiqadi. Reaksiyani o'ng tarafda issiqlik chiqsa, demak chap tarafda issiqlik yutiladi, minus Q bo'ladi. Chap tarafda minus Q. Endi o'ngga siljitish uchun amallarni yozib qo'yibdi. Birinchi amal haroratni oshirish kerak debdi. Haroratni oshirganda, temperatura ko'tarilganda doim muvozanat issiqlik yutilish tomon siljiydi. Demak, chap tarafda issiqlik yutilyaptimi? Shuning uchun chapga siljiydi. Demak, bu javob xato javob bo'ladi. Sabab bizda o'ngga siljiydigan javobni topdik. Tushuntirib qo'yib, muvozanatga har qanday ta'sir o'tkazilsa, teskari jarayon sodir bo'ladi. Haroratni oshirsa, pasayish tomonga siljiydi, ya'ni minus Q tomonga. Harorat kamaytirsa, issiqlik chiqish tomonga siljiydi. Shuni yaxshilab tushunib olish kerak. Konsentratsiya biron moddani oshirsa, konsentratsiyasi u konsentratsiya kamayish tomonga siljiydi. Mana SO2 oshirilsa, o'ngga siljiydi. SO3 konsentratsiyasi oshirilsa, chapga siljiydi. Shuni tushunib olish kerak. U Le Chatelierning prinsipi deyiladi. Qisqasi, bu yerda harorat oshirilsa, reaksiya issiqlik yutilish tomoni, ya'ni chap tomonga siljiydi. Ikkinchi ta'sir. Kislorod konsentratsiyasining kamayishi. Kislorod konsentratsiyasi kamaytirilsa, ya'ni kislorod kamaysa, muvozanat shu kislorod tomonga siljiydi. Qaysi modda kamaysa, shu moddaning ko'payish bilan boradigan reaksiya tomonga siljiydi. Kislorod kamaysa, demak bu ham chap tomonga siljiydi. Bu ham xato ekan. Chapga siljiydi ekan. Uchinchi ta'sir. Bosimni oshirish. Bosim oshirilganda gaz molekullari kam tomonga siljiydi. Bu yerda gazlar soni 2 taga bitta, 3 ta gaz bor. Bu yerda gaz esa 2 ta bor. Shunda gazlar kam, ya'ni 10 ga siljiydi. 10 tomonga siljiydi. Demak, to'g'ri. Bizda 10 ga siljiydigan javobni topdik. Shuning uchun 3-javob to'g'ri. 4-javob. Katalizator qo'shish. Katalizator reaksiyani chapga ham o'ngga ham siljitmaydi, ya'ni muvozanatga ta'sir etmaydi. Shuning uchun bu ham xato javob. Demak, o'ngga siljitadigan javoblarni top desa, to'g'rilari faqat 3. 3 ga to'g'ri A bo'ladi, qolgan hammasiga xato B javob bo'ladi. 1B, 2B, 3B, 4B hammasi B bu xato ekan. 1B, 2B, 3 A ekan, 4B ekan. Ya'ni mana shu javob D javobda. Faqat to'g'ri javob 3-javob A, ya'ni A to'g'ri degan. Qolgan javoblar B, ya'ni noto'g'ri degan. Shuning uchun to'g'ri javob D javob bo'lar ekan.